100 metrli stadionni necha metrgacha maqa turgan varataga gol ura olaman, hozir bilib olamiz. Let's go. Birinchi masofa bu penalti. Birinchi masofa bu penalti. Tayyormisan? Давай. Easy. Navbat ikkinchi tochkaga. Vamos. Endi men 3-tochkadan tepaman. Navbat 4-tochkaga shetdan gol ursam menga hoziroq obuna bo'lib qo'yasiz. Kelishdikmi? Voy, bilat! Tez obuna bo'lib qo'yinglar bu dardan keyin. Va nihoyat 5-tochkaga yetib keldim. Agar chetdan ham ursam o'zi bilmadim. Oltinchi tochkadamiz. Betdan o'zi umuman urish iloji yo'q, ishonaveringlar. O'rtoqlar, o'zi betdan urish uchun Ronaldo bo'lish kerak. Men juda ham charchab ketdim.